Akalar, Telegram manzilim bor. Telegram manziling qayerda desalaring, shu videoni kommentariyasiga qadab ketaman. Xuddi shu Telegram manzilimda akalar lokatsiya bo'ladi. Shu xonadonga lokatsiya bo'yicha kelaverasizlar. Mana dehqonlik xonadonidan 2 dona qurbonlikka tayyor buqamiz bor. Shular sizlarga to'liq yoritaman. Mana akalar. Sekin ko'rsataveramiz. Andijon viloyati Oltinko'l tumani. Oltinko'l tumani Maslahat ittifoq. Maslahat ittifoq ko'chasi bu. Ittifoq yoshlik ko'chasi. Ittifoq ko'chasi, yoshlik ittifoq mahallasi, yoshlik ko'chasi. Oltinko'ldami akalar? 2025-yil hafta kuniga payshanba 29-may kunida turibmiz mana akalar. Dehqondan qurbonlikka tayyor ikkita chiroyli buqamiz bor akalar. Pokiza boqilgan 6 oydan beri boqilyapti akalar. Pokiza, chiroyli mol bo'lsa olaman. Qurbonlikka bir savobini chiroyli bo'lishmoqchiman deganlar uchun sizlarga 2 dona zo'r buqamiz bor. Shuni to'liq yoritaman. Sekin oyoq qo'llarni ko'rsatishni boshlaymiz akalar. Qani bismillah. Qorasidan boshlayver-ya. Mana akalar. Xo'p, sekin ko'rsatamiz. Xo'p, ma'lumot uchun aytaman, bo'ylarini o'lchadik. 1.37, 1.38 chiqdi akalar. Mana. Endi ichimizda qassob akalarimiz bor. Bir kommentariyaga yozinglarchi, necha kilo go'sht ko'ryapsizlar shunda. Bir qator yozib ketasizlar. Juda ziyrak obunachilarim bor. Qassoblar nihoyatda ko'p ichimizda. 1.27 chiqdi bo'yi. Ha, 1.27 chiqdi, ha? 27. 1.27 chiqdi. 27, 28. 1.27, 28 bo'ylar chiqdi mana akalar. Birinchisini to'liq yorityapman. Ke jonivor, yurchi. Xo'p, tamg'asi bor. Alloh alam Qirg'izistondan o'tgan quloqlarni enlari bor ekan. Qirg'iz buqi ekan bu. Qirg'iziston buqi ekan. Chi. Ke jonivor mana akalar. Yeb ichib sog'lom akalar mana. Yeb ichib sog'lom bo'lib turibdi. Ana bu boshqa gap. Sekin o'zini ko'rsatyapti. Buqamiz kichkina emas akalar. Nihoyat yetilgan, kurak buzgan, qurbonlikka tayyor. Sekin tepalarni ko'rsataman. Aha. Ke. Mana akalar. Birinchisi haqida to'liq yorityapman. Mana oyoq qo'llar. But-butun, chiroylik, sog'lom, pokiza baqilib turgan akalar. Ishonarli yerdan qurbonlikka mol olinglar. Buqa olinglar mana. Birinchisini to'liq yoritdim akalar. Ikkinchisiga. Ikkinchisi ham Qirg'iziston Shvediya ekan akalar mana. Mol o'ynab turibdi, sog'lom akalar. Ke. O'ta bo'yin sog'in ekan, mashalloh. Havas qilganlar mashalloh deb yozib qo'yasizlar kommentariyaga akalar. Mana. Sekin oldindan ko'rsataman, shoshmasdan. Atiga 2 dona buqamiz bor, shoshmaymiz ekan. Aha. Mana akalar. Oldinganni ko'ringlarchi. Voy jonivor. Bunaqasini anchadan beri videoga oldim. Qani? Mana akalar. Oldinganlar. Xo'p, davom etamiz. Sekin aylantirib ko'rsataveraman. 1.27 chiqdi bunisi, narigi 1.28 chiqdi. To'nlari ham chiroyli ekan. Ke jonivor, yurchi. Ke. Ke. Mana akalar. Vallohu alam ikkovini ham kilosi deyarli bir-biriga yaqin ekan akalar. Ha, shunaqa. Deyarli bir-biriga yaqin ekan kilolar. Aha. Sekin ko'rsataveramiz. Xo'p, to'liq yorityapman akalar. To'liq yorityapman orqa tomondan ham. Bir qator tepasini ham ko'rsataman, harakat qilaman ko'rsatish. Ke jonivor. To'xta. Joyingda to'xta. Shunday turib bo'lmasa. Ke. Tepasidan ham ko'rsatib qo'yaman akalar sizlar. Tepasi nihoyatda katta bo'lib ketibdi akalar bu. Ko'ringlar-da. Sergo'sh qiladi, xudo xolasa. Go'shtlari ham chiroyli chiqadi. Qurg'uda vaqt turibsin buni? Atalab berilgan yo'qmi? Yo'q, silosda boqilyapti. Silos yem bilan boqilyapti. Demak, kunjara. Silos kunjara kepak atalab berilmagan akalar. Yog'siz qizil go'sht chiqadi inshaalloh. Alloh alam shuni deb gumon qilyapmiz mana akalar. Ko'ringlarchi.
Xo'p, 5 minutlik video bo'ldi. Narxiga o'taveramiz. Ikkala molni to'liq yoritdi. Dehqondan so'raymiz. Narxi. Narxini 37 million Mhm. xayri bor deyapmiz. Mhm. Kelib endi savdolashaveradi deyman. Savdolashib olishaveradi. Ha. Akalar, xudo xolasa dehqon bilan 100% kelishib olasizlar. Javlon, sen nimaga asoslanib aytyapsan bu gaplaring desalaring, meni kanalimga kiringlarda kechagi videoni ko'ringlar. 6 dona Sharxondan dehqondan buqa chiqardim. 10 daqiqada sotilib ketdi. Dehqon bilan xudo xolasa olarman 100% kelishib olyapti. Men takrorlayman, yana takrorlayveraman, bu gapimdan qaytinmay. Dehqon aytaveradi. Hmm. Dehqon aytaveradi, kelib savdolashib olaveradi. Xuddi shunaqa. Shunaqa. Doim aytib kelganman, bundan keyin ham aytaman. Mana dehqon 37 million xayri bor, kami bor deyapti. Kelib savdolashib olishaveradi. Aka, bo'laveradimi? Mana pokiza narsani sizlarga tavsiya qilyapman. Inshaalloh men ham savobga jinday bahramand bo'lib qolyapman deydimi? Ha? Sherik. Sherik bo'lib qolyapman. Mana akalar. Xo'p, to'liq yoritdim akalar. 6 daqiqalik video qildim. Quyida dehqon raqamini qoldiryapman. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Onlayn, offlayn savdo bor akalar. Onlayn savdo qanaqa desalaring, shunday video qilib tashlab beraverasiz. Farg'ona, Qo'qondan obunachilar ko'pda. Qo'ng'iroq qilib, bir ko'raychi, bu videodan uncha qoniqmadim desa ko'rsatib beraverasiz. Bo'laveradimi? Ko'rsatib beraveramiz, ha. Gap yo'q. To'liq yoritdi deb o'ylaymiz. Quyida dehqon raqamini qoldiryapman. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar.